Akalar xush kelibsizlar. Kutib qolmadinglar? Mana shashliginglar tayyor bo'ldi. Bilasizlar, biz ham muzlatilgan go'sht ishlatmaymiz. Mahalliy molni so'yib, chiroyli qilib tayyorlab keldik. Osh bizning. Nima kamchiliklar? Bilganimiz uchun namaga shashlik kelamizda qachon Sharxonga kelsak. Kam bo'lmang. Qani bolalar? Qani? Sen nima olmayapsan? Ol opa. Puldan muammo bo'lsa o'zim to'layman. Ol. Pulni bilmadim, xotinlar rosa qo'rqsa kerak. Semirib ketasan degan bo'lsa kerak. Manaqa bo'lsa uyga umuman kirgizmaydi buni. Ey bola, ustidan kulaverasanlar, ey. Birorta muammong bo'lsa ayt, hal qilamiz hammamiz. Ayt, nima darding bor? Ayt o'zim. Hozir shunaqa shirin shashliklarni yegani shahardan Shahrixon kelamiz. Bemalol har xil shashliklarni yeymiz. Onam rahmatli shunaqa shashlik egalari kelganda olib bera olmaganman. Shu armon bo'lib qolgan. Hozir hamma imkoniyatimiz bor lekin onam yo'q. Ey, axir onang o'tib ketgan bo'lsa, xolang tirik-ku, to'g'rimi? Tirikmi? Ha, tirik. Ey, to'rtta shashlikni ol, ikkita non dorasiga olib bor. Xolang xursand bo'ladi, onangning ruhi shod bo'ladi. To'g'rimi bola, nima deysizlar? Bezor? To'g'ri aytasan. Onam bekorga tushunib kirmagan ekanlar. Holingdan xabar ol degandilar. Ey hoji aka, 4 ta qiyma, 4 ta qirqma. Ikkita non norasiga tayyorlab bering chiroyli qilib. Xo'p bo'ladi, xo'p. Olinglar unda. Bo'larkan, shunaqa kayfiyat o'tirsa bolalar, bezodiq, mon qarang. Hoji aka, bizga ham to'rtta. Chiroyli qilib non dorasiga. Ha nima? O'zing ham xolang esingga tushib ketdimi? Xolam tez-tez olib kelib turaman. Hojonancha tobi yo'q. Bu Namangan shashligini yaxshi ko'radi Sharxonboy. Shunga bir 4 dona olay dedim. Xursand bo'lib qoladi-da bolalar. Qani? Olik.